O'zbekistonda yangi ixtiro yo'l. Do'stlar, cho'tta ko'miriga ham, xochasiga ham, mayda ko'miriga ham, o'tiniga ham, tezagiga ham, hashayiga ham, bakilashgani ham, umuman ko'mir o'tin tanlamaydigan do'stlar, universal yo'l yasalaydigan joyga kelganmiz. Bu do'stlar ham universal bo'ladi, ham aqlli bo'ladi. O'sha gradusga chiqadigan bo'lsa, siz qo'yadigan gradusga o'zi o'charkan, yana gradusdan tutsa, yana o'zi yonib turib, do'stlar, yana dakansa ketaverar ekan. Eng zo'r tarafi akamning umuman ko'mir tanlamas ekan. Juda ko'p odamni bilasizlar, do'stlar, uyiga mahalladan ko'mir olgan bo'lishi mumkin. Chunki 350 mingga 1 tonna ko'mir beryapti. Ha bu yo'llarga do'stlar, shuni savoraverar ekansizda, uni 70 ga 30 qilib aralashtirib, xocha yoqaman desa, xochani ham yoqadi. Aka, xocha ham ko'mir, faqat uni bo'ladi xolos. Uni ham o'ylaganmiz biz. Har tomonlama o'ylangan bu yo'l deyishyapti ekan. Listlariga keladigan bo'lsa, do'stlar, uchli listdan yasaladi ekan. Yana yaxshi tomoni komplektda motor, miya, perchatkasi, ichlarini tozalaydigan hamma narsasi qo'shib berib, undan tashqari do'stlar, mana shu sexdan chiqib ketayotganda do'stlar, xudo xohlasa 1 yillik garantiya qog'ozini как положено pechatlab chiqarib yuborarlar ekan. Choklariga e'tibor beraverasizlar, aka, qo'rqmasdan ko'rsatavering, yo'limizga biz 100% ishonamiz deyishyapti. Sababi kantashni svarkada, keyin jipkada bukilganligi uchun orqa tomonida choki bo'lmaydi, aka, deyapti. Bu tomonida ham choki bo'lmaydi. Tevalarida ham choki bo'lmaydi, deyapti. Faqat oldi tomonda bir tomonni yopishtirish uchun faqat bir tomonda choki bo'ladi. Xolos, o'shuning uchun biz qo'rqmasdan 1 yil kariyada qog'ozlarigacha o'sib, pechatlargacha bosib beramiz deyishyapti. Xudo xolasa Asadbek liboy narsaga yonaveradi. Tanlamaydi ko'mirni. Chunki juda ko'p odam hozir 1800 so'm, 2000 so'mdan katta ko'mir ola olmaydi. Lekin mahallaning ko'mirini 350 so'mdan 1 tonnasini beryapti. Yonaveradi. 50 70 ga o'tda shunaqa yoqilaveradi. Asadbek lisi nechilik deydi? Lisi aka 3 duvaning 6 bo'ladi. 3 duvaning 6 bo'ladi. Ichi ham, tashi ham 3lik bo'ladi. Ichi asosiyki ba'zidagi qoplamasi 3lik bo'ladi. Duvaning 6 hisoblanadi. Gap yo'q. Aytib o'tganimdek, komplektga hamma yo'g'ini qo'shib beraverasizlarmi? Aka garantiya qog'oz birinchi miyasi. Bu aqlli-ya bu. Bu aka aqlli. Bu pol avtomat aqlli deyiladi. Bir kunda bir marta zapravka qiladi. Bir kunda bir marta zapravka. Bir kunda bir marta kelib turib, 20 kilolik qopini bitta to'kib qo'ysa, eng kamida hop angina ko'mirda 12 soat vaqt yon beradi. 12 soat. Ertadan bir marta, kechpay bir marta zapravka qilsa shu bilan bo'ldi. Kechqurun yotishdan oldin bitta zapravka qilib berlar, ertadan bitta bo'ldi. Ha, o'sha uchun ham bir xil gap gapiryapmiz. Просто siz teskari unaqa odam chalg'itib, unaqa. Bloger ekan deb, nima endi? Endi mo'nisini qaranglar, do'stlar. Ichki sistemasini bo'sh yashirmaymiz aka, deyapti, cho'tish yo'q. Qilgan ishimizga javob beramiz. Mana do'stlar, svarkalariga bitta e'tibor berib bersizlar. Asadbek hammasi kantashlikdami? Apparatni o'zi nechi pul? Ashuni hozir o'tkazlar 450 ga keldi. 450 ga keldi. Do'stlar, 400. Ona korobkalari. Bitta yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. O jonivor. Do'stlar, yangi apparatlarda qo'yilyapti. Xo'p, qarang. Aka gipsli apparatlarimiz ham ko'rsatib. Gipsli, ha. Kvadrati nechidan boshlanib nechigacha? Xo'p, aka, ekonom katta degani ekonomigacha bor. Xo'p. 80dan 350 gacha bor. 80 dan 350 gacha. Narxi nechi puldan nechi pulgacha? Xo'p, ekonomidan agar boshlaydigan bo'lsak, 3,5 milliondan 10 milliongacha. 3,5 milliondan 10 milliongacha kelishaveradi. Dastlabkasini nima qilamiz? Dastlabkasi xo'p, vodiy bo'ylab shahar sentriga bepul. Aha. Qolgan joylarga kelishilgan, ko'p odam kelishilgan holda qanaqa? Mashina topamiz, gaplashamiz, yuklab hamma yo'q bilan borganda faqat pulini sanab tushirib olishadi bo'ldi. Endi bundan menimcha narsa bo'ladi. Qarang, kerak bo'lsa shunaqa sharoitlar ham bo'ladiki, shopirdan pulni ham berib yuborsalar, zakoratini tashlab bersa. Yo'q-a? Paytida shunaqa bo'ladi. Lekin o'zlari shopir topadigan bo'lsa, Bu hozir tayyor holat-a bu. Buni tashlab berishadi, albatta. Do'stlar, tayyor holati mana mashina 150 litalilarmi? Shular 150 litalik, keyin mana olib ketadiganlar. Keyin mana olib ketadigan, gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa, bunisi nechtalik bu? Sal kattaroqqa o'xshayapti bu. 250 litalik. 250 kvadratga moslangani. Do'stlar, uchkalarini ham ichlari do'stlar tutun chiqarmaydigan qilib qilishgan. Bunisini olib qo'yib, mashindan zapravkani haydab yuborasizlar. Hech narsani tanlamaydigan, juda do'stlar zo'ridan bo'ladi. Undan tashqari ba'zi ekonom pechkalar ham bor, ha? O'zimizdan chiqadi, bilasizlar. Originallarga tip ekan bu. Nech puldan chiqyapti bular? 1 million 100 mingdan 1 million 250 ming so'mgacha. 1 million 100 mingdan 1 million 250 ming sal balandroq gapirasiz, mikrofoningizga qo'yib ketib qopti. Bo'laveradi, ha? Bo'laveradi, aka qarang.
220 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab uyni eshigi tagiga olib berishadi va eshikni ochib kirib oladi. Olib kirib olsa bo'ldi. 220 ming so'm o'sha pochta xizmatidan to'lovsi bo'ladi. Bu narsada to'lovsi misol pechkada oldindan bo'ladi. 220 ming so'm borganda faqat pochtadagi shu kuryer akamizga berishadi bu. Gap yo'q. Ba'da kattalar. Bular 300 taliklar a? Chiqarib olinayotganda Do'stlar 300 kvadratga moslanganlar ekan bular. Gap yo'q. 150 kvadratga bemalol aka. Batareykani o'zi bo'lsa 400 ham Urvoradi. Narigilar ekonomlari. Bular ekonomlar aka. Bular mana bu 80 dan 100 gachamidi? Bu aka, ha, 70 dan 100 gacha. 70 dan 100 gacha bu-chi? Bu 150, 150, 180 gacha. 100, 150, 180 do'stlar bu ekonomlik yo'l bo'ladi bu. Endi bunda Bu jicha ekonom havola qiladi. talabligi bitta misol solganda 5 soatda bir qalarashadi-yu. Ha. Lekin nasxut 35 kilo qolsa sutkasiga. Ha, tentga ham joy tashlab ketilgan ekan. Tentga hamma yo'qligiga joy tashlangan. Xullas qarang. Hozir juda ko'p odam aqlli katolga qiziqyapti. Telefon qilsa biz kanal nomidan chiqsa jicha. Ko'mir tanlaydi. Ha. Ko'mir tanlaydi. Bu universal aqlli katollarga xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, sizlarni kutib turibdi inshaalloh chiroyli holatda mana shunaqa qilib yetkazib ber. Gaziga ham bormi? Biz uyimizda gaz 2012 da uzilib ketganda o'shuning uchun esimdan chiqib qoldi. Havoga yonaydigan deb olib beramiz. Chap yo'q. 40 taliklar aka shu. Bular 40 taliklar. Albatta. Bu-chi kattaroq. Bunisi 150 taligi. Bu endi domlarga-da. Albatta. Narxini hech bilmaysiz. Aytsam kulasiz. Pul o'raylik bitta. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'm. Lekin ikki xona yo'q. 100 dollarga 100 ming qo'shish kerak ekan-da. Albatta. Gap yo'q. Xudo xolasa Asadbek qarang, aloqaga chiqsin. Baribir hozir ko'rsatganimiz bilan o'zingiz videosini tashlab Telegramda ko'rib olgani boshqa. Aloqaga chiqishadi, mana aqlli katyo'llarni ham yo'lida qilib berasiz. Ekonom pechkani ham yo'lida qilib berasiz, gazni ham qilib berasiz. Do'stlar, sexdan video bo'lyapti. Ishlab chiqaruvchini o'zidan sotib olaman deydiganlarga pastda nomer bor, aloqaga chiqsalar cho'tki qilib yetkazib berishadi. Lazerda kesiladi, gipkada bukiladi, kantashnisi barkada quyiladi do'stlar. Dastavkasini kelishgan olib yetkazib beriladi. Sog' bo'linglar.